Mashinamiz BMW E39. Buni pnevmalarini qilib berishyapti bolalar. M paketda. Bu 91-yili 91 ekan buni. Atak salonlari idealni turibdi. Ko'jalari pertashka qilingan. Atak 91-yil mashina bo'lsa ham hozirgi chiqayotgan mashinalardan ko'p funksiyalari bor. Telefonlari. Hozir pnevmalari hal bo'ladi mashinani. Pnevmalar ozgina peridelka bo'lyapti. Hozir mashinani yig'ib egasiga topshirib yuboramiz. Atak motor 4 ekan. Yomon surar ekan mashina.